Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Tolipova Malika Salohiddinova, Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan Introduction to Tourism fanidan turist turlari haqida gaplashamiz. Bugungi bizning sizlar bilan o'rganadigan rejalarimiz Plok tasnifi, Coin tasnifi, turistlar turlari, Plok va Coin sinflarini farqi haqida gaplashamiz. Stanley Plok o'zi amerikalik psixolog va turizm tadqiqotchisi bo'lgan. U 1970-yilda turistlarni ularning shaxsiyati, qiziqishlari va sayohatdagi xulq-atvoriga qarab tasniflagan. U bu tasnifni shaxs tiplar asosida ishlab chiqqan hisoblanadi va bu olim turistlarni turlarini 3 turga bo'lib o'rganishni tavsiya etadi. Ulardan birinchisi psixosentrik turistlar xavfsizlikni, qulaylikni, tanish muhitini afzal ko'radilar. Guruh bilan sayohat qilishadi va sarguzashtni yoqtirishmaydi. Hamma narsa oldindan rejalashtirilgan. Bularga transport, turar joy, marshutlari hammasini oldindan rejalashtirish asosida amalga oshirishadi. Tanish sharoitlarda mehmonxonalar, dam olish maskanlari, shunday joylarda qolishni afzal ko'rishadi va ular ko'pincha xavfsizlikka intilishadi. Ikkinchisi esa allocentrik turistlar yangi joylarni o'rganishni, sarguzashtni, noodatiy madaniyatlarni kashf etishni yoqtiradilar, mustaqil sayohatlarni afzal ko'radilar. Ya'ni uzoq va kam rivojlangan manzillarni o'rganishadi. Yirik mehmonxonalar tarmog'idan ko'ra mahalliy turar joylarni, mehmonxona, yotoqxonalarni afzal ko'rishadi. Mahalliy madaniyat, an'analar va odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishadi. Yangilik, sarguzasht va xilma-xillikka intilishadi. Turistik olomon va tijorat joylaridan qochishadi. Hashamat yoki qulaylikdan ko'ra haqiqiy tajribani birinchi o'ringa qo'yib, shunday joylarga borishga harakat qilishadi. Keyingisi esa 3-tipdagi turistlarimiz bular mid-sentriklar, o'rta tipdagi turistlar hisoblanadi. Yengillikni ham, qulaylikni ham xohlovchilar. Ular mashhur, lekin tinch joylarni tanlashadi. Allocentrik va psixosentrik turlar o'rtasida joylashgan, o'rtasidagi turistlar bo'lib, o'rtacha rivojlangan va yarim tanish joylarga sayohat qilishni yoqtirishadi. Ba'zi darajadagi tashkilotchilik, masalan, yo'l yo'riqli sayohatlar bilan qulay, lekin shaxsiy tadqiqotlarni ham yaxshi ko'rishadi. O'rtacha narxdagi va qulay turar joylarni tanlashadi va ularga ko'proq qiziqish bildirishadi. Yangi narsalarni boshdan kechirishga ochiq, lekin baribir ham xavfsizlik va qulaylik darajasini xohlashadi. Ko'pincha o'zlari yoqtirgan joylarga tashrif buyurishadi. Asosiy turistik yo'nalishlar uchun ideal maqsad bu Yevropa, Janubiy Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Erik Cohen turizm sohasidagi faoliyat bilan mashhur sotsiolog hisoblanadi. U odam 1972-yilda sayohatlarni mashhur tasnifini kiritadi va u turizmni o'rganishga keng qo'llaniladi. Cohen turistlarni sayohatdagi erkinlik darajasi va tajriba izlash xohishiga qarab 4 ta bosqichga bo'ladi. Birinchisi uyushgan ommaviy turistlar, tashkillashtirilgan ommaviy turist deb etiladi. Barcha xizmatlar oldindan rejalashtiriladi. Guruh bilan gid yordamida sayohat qilinadi. Xavfsizlik va qulaylikni birinchi o'ringa qo'yishadi. Ikkinchisi esa individual ommaviy turistlar, mustaqilroq, ammo baribir oldindan rejalashtirilgan yo'nalish bo'yicha sayohat qilishadi. Tur agentligi xizmatidan foydalaniladi. Uchinchisidagi esa kashfiyotchilar, explorerlar mustaqil sayohat qilishadi, yangi joylarni izlashadi, lekin minimal qulayliklarni saqlashadi. To'rtinchisi esa drifter. Bu termin mashhur sotsiolog o'sha Erik Cohen tomonidan 1972-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u turli sayyohlar turlarini tasniflashga qo'llaniladi. Aynan shu turdagi turistlar eng mustaqil, sarguzashtni izlovchi, noan'anaviy sayyoh turlaridir. To'liq erkin, hech qanday rejasiz sayohat qilishadi. Mahalliy aholini hayot tarziga qo'shilib, yangi tajribalar izlashadi. Qiyoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, ularni asosiy yo'nalishlari Plok tasnifi bo'yicha psixologik shaxsiy xususiyatlar, Cohen tasnifi bo'yicha ijtimoiy va tajriba yo'nalishlari. E'tibor markazida Plok tasnifi bo'yicha turistning shaxs tipi va tavakkal darajasi, Cohen tasnifi bo'yicha esa sayohat erkinligi va tajriba chuqurligi hisoblanadi. Turlari soni 3 asosiy turda, Plok tasnifi bo'yicha
Coin tasnifi bo'yicha esa 4 ta turga bo'linadi. Mos joy tanlashda Plog bozor segmentatsiyasi uchun foydali, Coin'niki esa turist xulqini tahlil qilishda foydali hisoblanadi. Bulardan asosiy maqsad turistik yoki rivojlanish bosqichini tushuntirish, turistning sayohatdagi roli va tajribasini tushunishdan iborat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Plog va Coin tasniflari turizm sotsiologiyasi va marketingida muhim o'rin tutadi. Plog turistlarning psixologik tiplari orqali bozorni segmentlaydi. Coin esa turistlarning sayohatdagi xulq-atvori va erkinlik darajasini aniqlaydi. Ikkalasi birgalikda turistik xizmatlarni to'g'ri yo'naltirish va turizm strategiyalarini shakllantirishda samarali nazariy asos hisoblanadi. Qisqa qilib aytganimizda bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Hammangizga e'tiboringiz uchun tashakkur.